Bugun men pensionerlar uchun iyul oyida pul olishga bevosita ta'sir qiladigan 5 ta muhim ish haqida gapiraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki ko'p odamlar pensiya yoki qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lib qolayotganining sababi pul yo'qligi emas, balki bitta ariza vaqtida berilmagani, bitta hujjat yangilanmagani yoki bank kartasi ishlamay qolgani bo'ladi. Shuning uchun bu video har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga va nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya olayotgan oilalarga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men aytadigan narsalar iyul oyida ulgurib qilinsa, pulingiz o'z vaqtida tushishi yoki qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatingiz saqlanib qolishi mumkin. Avvallari ko'p pensionerlar bir narsaga o'rganib qolgan edi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, har oy kelaveradi. Odam alohida yugurib yurmasa ham bo'ladi. Haqiqatan ham ko'p yillar shunday ko'ringan. Pensiya pochtacha orqali berilgan. Ayrimlar bank kartasidan olgan. Hujjat masalalari esa faqat pensiya tayinlash vaqtida kerak bo'lgan. Lekin hozir vaziyat boshqacha. To'lovlar tobora ko'proq bank kartalari orqali amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Yashash manzili, pasport yoki ID karta, nogironlik muddati, ishonchnoma, bank rekvizitlari, ishlayotgan yoki ishlamayotganlik holati kabi ma'lumotlar pul tushishiga ta'sir qilmoqda. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam o'zini hamma narsa joyida deb o'ylaydi. Lekin tizimda bitta ma'lumot eskirgan bo'ladi. Natijada pensiya kechikadi. Qo'shimcha to'lov avtomatik hisoblanmaydi yoki bank kartasiga pul tushsa ham odam uni yechib ola olmaydi. Eng katta xato shuki, ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. Pul tushmaganidan keyin pensiya jamg'armasiga boradi, bankka boradi, mahallaga boradi. Ammo ayrim masalalarda muddat muhim. Ayniqsa iyul oyida yilning ikkinchi yarmiga o'tish davri bo'lgani uchun ko'plab tekshiruvlar, qayta hisoblashlar, ma'lumot yangilashlar va arizalar bo'yicha ishlar jonlanadi. Shuning uchun men bugun sizga pul olish uchun iyulda ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta aniq ishni tushuntiraman. Men birinchi navbatda har bir pensionerga o'z pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Bu nimani anglatadi? Siz olgan pensiya turi, miqdori, ish staji, hisoblangan qo'shimcha ustamalar. Nogironlik guruhi bo'lsa uning muddati, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'lsa ular haqidagi ma'lumot, bank hisob raqami va yashash manzilingiz to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Masalan, o'lmitasi yoshli otaxon 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. U kishi ilgari 37 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda eski korxonadan ish haqi ma'lumotnomasi vaqtida topilmagan. Keyin farzandlari arxivdan qo'shimcha hujjat topib kelgan, ammo uni pensiya jamg'armasiga topshirmagan. Natijada otaxon bir necha oy davomida pastroq pensiya olib yurgan bo'lishi mumkin. Agar iyul oyida hujjat topshirilsa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqiladi. Har bir holatda natija alohida bo'ladi, lekin asosiy qoida shuki, hujjat sizning qo'lingizda turib qolsa, tizim o'zi bilib pensiyani oshirib qo'ymaydi. Yana bir misol. Ayol kishi yoshga doir pensiya oladi. Keyinchalik unga nogironlik guruhi ham berilgan yoki sog'lig'i bo'yicha alohida imtiyoz paydo bo'lgan. Lekin bu ma'lumot tegishli bazalarda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, ayrim ustamalar yoki xizmatlardan foydalanishda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjat borligi boshqa, uning tizimga to'g'ri kiritilgani boshqa masala. Kimlar albatta xavotir olish kerak. Pensiyasi oxirgi oylarda o'zgarmagan bo'lsa ham, oldin ishlagan yillari to'liq kiritilmagan deb o'ylayotganlar. Eski mehnat daftarchasida noaniq yozuvlar borlar. Turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga o'tish yoki qo'shimcha huquqlarni tekshirtirmaganlar, nogironlik guruhi muddati borlar, manzili o'zgarganlar, bank kartasini almashtirganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiya tayinlatgan bo'lsangiz, barcha hujjatlar elektron bazada tekshirilgan bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa va hech qanday shaxsiy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin baribir bir marta tekshirdirish zarar qilmaydi. Amaliy qadam oddiy. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni. Bank kartasi ma'lumotlari, eski mehnat daftarchasi, ish haqi va stajga oid qo'shimcha hujjatlar bo'lsa ularni oling. Xodimdan pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlar to'liqmi? Qayta hisoblashga asos bormi? Biror hujjat yetishmayaptimi deb aniq so'rang.
og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa yozma ariza qoldiring. Ikkinchi muhim masala bank kartasi. Hozir ko'p pensionerlar pul tushmagan deb o'ylaydi. Lekin aslida pul tushgan. Faqat karta muddati tugagan, karta bloklangan, PIN kod unutilgan, SMS xabarnoma ulanmagan yoki bank ilovasida hisob ko'rinmayotgan bo'ladi. Ba'zan esa pensiya jamg'armasidagi eski karta rekviziti turadi. Pensioner yangi karta ochgan, lekin yangi ma'lumotni topshirmagan. Masalan, onaxonning kartasi iyun oxirida amal qilish muddatini tugatgan. U kishi buni bilmagan, chunki kartadagi kichik raqamlarga e'tibor bermagan. Iyulda pensiya tushishi kerak, lekin karta ishlamaydi. Bankka borguncha, yangi karta chiqquncha, keyin rekvizitlar yangilanguncha vaqt ketadi. Agar u kishi iyul boshida buni tekshirtirganida pensiyani kechiktirmasdan olishi mumkin edi. Yana bir holat. Pensioner farzandining telefon raqamiga SMS xabarnoma ulangan. Farzand boshqa shaharda. Pul tushadi, lekin pensioner bilmaydi. Keyin u bankomatga boradi. Karta ishlamasa, vahima boshlanadi. Aslida muammo oddiy bo'lishi mumkin. Telefon raqamini yangilash, kartani aktivlashtirish yoki bankomatdan emas, bank kassasidan aniqlashtirish kerak. Bu yerda eng nozik jihat shuki, bank kartangizdagi pulni birovga ishonib topshirmang. Ko'p keksalar o'g'lim biladi, qo'shnim yechib beradi, tanishim bankda ishlaydi deb kartani va PIN kodni berib qo'yadi. Men buni qat'iyan tavsiya qilmayman. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli yaqin qarindosh bilan bankka birga boring, lekin PIN kodni baland ovozda aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga bermang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod yoki PIN kodni so'ramasligi kerak. Iyulda qilinadigan aniq ishlar: kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Bankka borib karta aktivligini so'rang. Pensiya tushadigan hisob aynan shu karta bilan bog'langanini aniqlang. Telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa almashtiring. Karta yo'qolgan bo'lsa darhol bloklatib yangi karta oling. Agar siz pensiyani naqd shaklda olayotgan bo'lsangiz ham, bank kartasiga o'tkazish taklif qilinsa, shartlarini tushunib oling. Qaysi bank, qachon tushadi, qayerdan yechiladi, komissiya bormi yoki yo'qmi? Uchinchi masala ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin pulga bevosita ta'sir qiladigan masala. Siz faqat asosiy pensiya emas, balki qo'shimcha yordam, nafaqa, kompensatsiya yoki moddiy yordam olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu hamma pensionerga avtomatik beriladi degani emas. Har bir yordamning sharti bor. Ba'zilarga ariza kerak, ba'zilarida mahalla tavsiyasi, ba'zilarida daromad va oila tarkibi tekshiriladi. Misol uchun, yolg'iz yashovchi pensioner bor. Pensiyasi 1.300.000 so'm, kommunal to'lovlari, dori-darmoni, oziq-ovqati bor. Farzandlari boshqa viloyatda yoki moddiy yordam bera olmaydi. Bunday odam mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy himoya yoki moddiy yordam masalasini ko'tarish kerak. Agar u uyalib bormasa, hech kim uning eshigini taqillatib, hamma xarajatini so'rab chiqmasligi mumkin. Hozir ko'p xizmatlar bazalar orqali ko'riladi. Lekin real ehtiyojni ko'rsatish uchun murojaat juda muhim. Yana bir misol, pensioner nogiron farzandini parvarish qiladi yoki uyda og'ir bemor bor. Bunday oilalarda faqat pensionerning oylik pensiyasiga qarab xulosa qilish noto'g'ri. Xarajatlar ko'p bo'ladi. Dori, tahlil, yo'l kira, parvarish vositalari. Shuning uchun qo'shimcha ijtimoiy yordam, nogironlik bo'yicha imtiyozlar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, mahalla orqali beriladigan yordamlar tekshirilishi kerak. Kimlar albatta tekshirish kerak? Yolg'iz pensionerlar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bor pensionerlar, urush yoki mehnat faxrisi maqomiga ega bo'lganlar, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensionerlar, doimiy dori-darmonga muhtojlar, uy-joy yoki kommunal xarajatlari og'ir bo'lganlar. Kimlar ehtiyotkor bo'lishi kerak? Agar sizning oilangizda rasmiy daromad yuqori bo'lsa, nomingizda qo'shimcha mol-mulk bo'lsa yoki ilgari yordam rad etilgan bo'lsa, baribir qayta tekshirtirish mumkin, lekin hujjatlarni to'g'ri tayyorlash kerak. Chunki rad etish sababi ba'zan huquq yo'qligidan emas, ma'lumot noto'g'ri kiritilganidan bo'ladi. Amaliy qadam: mahalla fuqarolar yig'iniga boring, ijtimoiy xodim yoki mas'ul shaxs bilan gaplashing. Oila tarkibi, daromad, pensiya miqdori, sog'liq holati, xarajatlar bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Shuningdek, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazidan qaysi turdagi yordamlar mavjudligini so'rang. Ariza yozayotganda menga yordam bering deb umumiy yozmang. Aniq yozing. Pensiya miqdori qancha? Yashash sharoitingiz qanday? Dori xarajati qancha? Oilada kimlar bor?
nima sababdan yordam so'rayapsiz? Aniq ma'lumot arizangizni ko'rib chiqishni yengillashtiradi. 4-chi muhim narsa ayrim pensionerlar uchun juda keskin. Muddati bor hujjatlar. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, ishonchnoma, vasiylik yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlar muddat tugasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa o'zi bora olmaydigan, to'shaqda yotgan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi qiyin yoki harakatlanish cheklangan pensionerlarga tegishli. Masalan, pensionerning pensiyasini qizi ishonchnoma orqali olib keladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati iyul o'rtasida tugaydi. Qizi buni unutadi. Pensiya tushadi, lekin bank pulni bermaydi. Chunki vakolat muddati tugagan. Keyin notariusga borish kerak. Pensionerning holati og'ir bo'lsa, notariusni uyga chaqirish kerak bo'ladi. Bu vaqt asab va qo'shimcha xarajat degani. Agar iyul boshida hujjat muddati tekshirilsa, muammo oldindan hal qilinadi. Nogironlik bo'yicha ham shunday. Ayrim guruhlar muddatsiz bo'lishi mumkin, ayrimlari esa belgilangan muddatga beriladi. Agar qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki shifokor qabuliga yozilish, tahlillar, komissiya hujjatlarni bazaga kiritish vaqt oladi. Odamlar ko'pincha mening ahvolim o'zgarmagan-ku deydi. Men tushunaman, lekin tizim uchun sizning ahvolingiz hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, tizim uni avtomatik davom ettirmasligi mumkin. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Pensionerning o'zi bankka bora olmasa, kimdir uning nomidan pul oladi. Bunday holatda ham qonuniy bo'lishi kerak. Og'zaki kelishuv yetmaydi. Ishonchnoma bo'lmasa, bank yoki pochta pul berishga haqli emas. Bu pensionerni himoya qilish uchun ham kerak. Chunki afsuski, keksalarning puli ba'zan yaqinlari tomonidan ham noto'g'ri ishlatiladi. Qonuniy hujjat bo'lsa, kim pul olgani, qachon olgani, qanday vakolat bilan olgani aniq bo'ladi. Amaliy qadam. Iyul oyida barcha muddati bor hujjatlarni stol ustiga qo'ying va sanasini tekshiring. ID karta, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa ishonchnoma, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili ro'yxati. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshlar oldindan notarius, poliklinika, pensiya jamg'armasi va bank bilan bog'lansin. Kerak bo'lsa, uyga xizmat chaqirish tartibini so'rasin, oxirgi kunga qoldirilsa, pul kechikish ehtimoli oshadi. 5-chi narsa eng oddiy ko'rinadi, lekin eng ko'p pul yo'qotilishining oldini oladi. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, ariza yozing. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman, pensioner idoraga boradi. Navbat kutadi, xodim bilan gaplashadi. Xodim tekshirib ko'ramiz deydi. Pensioner uyiga qaytadi, 1 oy o'tadi, natija yo'q, keyin yana boradi. Lekin qo'lda ariza raqami qabul qilingan sana. Javob muddati bo'lmagani uchun masalani kuzatish qiyin bo'ladi. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Agar qo'shimcha ish staji kiritilmagan bo'lsa, yozma ariza bering. Agar bank rekviziti yangilangan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat bilan yozma murojaat qiling. Agar mahalladan moddiy yordam so'rasangiz, arizangiz qabul qilinganini qayd ettiring. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishini so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni aniq bilasiz. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi shartga to'g'ri kelmayapsiz yoki qayerga shikoyat qilish kerak. Real misol aytaman. Pensioner ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan. U bo'g'ichisini yo'qotganlik bo'yicha huquqlarini bilmaydi. Og'zaki so'raganda sizga to'g'ri kelmasa kerak degan javob eshitadi. Lekin yozma ariza berganida uning holati rasmiy ko'rib chiqiladi. Nikoh guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, marhumning ish staji va pensiya holati tekshiriladi. Natija har doim ijobiy bo'ladi deb aytmayman, lekin yozma murojaat bo'lmasa, sizning masalangiz to'liq o'rganilmay qolishi mumkin. Yana bir misol, pensionerning pensiyasi 200 ming so'mga kam tushgan. U bankdan so'raydi, bank bizga qancha kelgan bo'lsa shuncha berdik deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda keyingi oy ko'ramiz deyishadi. Agar u yozma ariza bersa, qaysi oy uchun qancha hisoblangan, qaysi ushlab qolish bo'lgan, qarzdorlik bormi, qayta hisoblash bormi, hammasi tekshiriladi. Ba'zan pensiyadan sud qarori, aliment, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Ba'zan esa texnik xato bo'ladi. Farqi yozma tekshiruvda bilinadi. Ariza yozish qiyin emas. Unda ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo, mazmuni va talabingiz bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Chunki
falon yillardagi ish stajim pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartam almashtirilgani sababli yangi hisob raqamimni pensiya to'lovlariga biriktirib berishingizni so'rayman. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza qabul qilingan sanani yozdirib oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Endi men qoidalardagi ayrim istisnolarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Hamma to'lovlar bir kunda tushmaydi. Ayrim hududlarda bank, pochta, pensiya jamg'armasi va texnik tizimlar ish tartibiga qarab bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul bir kun kechiksa, darhol vahima qilish shart emas. Lekin odatdagi muddatdan ancha kechiksa, albatta tekshirtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya miqdori o'zgarganda odamlar ko'pincha faqat oshishni kutadi, lekin ayrim o'rinlarda qayta hisoblash. Ortiqcha to'langan summani ushlab qolish yoki oilaviy holat o'zgargani sababli miqdor o'zgarishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida qaramog'idagi shaxs o'qishni tugatsa yoki ma'lum yoshga yetsa, to'lov shartlari o'zgaradi. Buni oldindan bilish kerak. Uchinchi nozik jihat. Boshqa viloyatga ko'chgan pensioner manzilni yangilamasa, murojaatlar, chaqiruvlar yoki tekshiruvlar eski manzil bo'yicha ketishi mumkin. Pul tushishi davom etishi ham mumkin, lekin biror hujjat kerak bo'lganda muammo chiqadi. Shuning uchun yashash joyi o'zgarsa, faqat mahallaga aytish yetmaydi, pensiya va bank ma'lumotlari ham mos bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Iyulda pensionerlarga qo'shimcha pul beriladi. Kartangiz raqamini yuboring. Pensiyani oshirib beraman, SMS kodini ayting, ariza qilib beraman. Oldindan pul tashlang degan gaplarga ishonmang. Davlat idoralari sizdan Telegram orqali PIN kod so'ramaydi. Bank xodimi SMS kod so'ramaydi. Agar qo'shimcha to'lov haqiqatan mavjud bo'lsa, uni rasmiy manbadan pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. 5-nozik jihat. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasini keyin qilamiz deb cho'zmasin. Keksalar ko'pincha navbatda turishga qiynaladi, hujjatlarni tushunmaydi. Telefon ilovalaridan foydalanmaydi. Bir kun yordam berib hujjatlarni tartibga solish keyingi bir necha oyda katta muammoning oldini oladi. Men sizga iyul oyida bajarish uchun aniq reja beraman. Birinchi kun hujjatlarni yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nogironlik hujjati, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnomalar, oila tarkibi va daromadga oid hujjatlar. Har birining muddati va to'g'ri yozilganini tekshiring. Ikkinchi qadam, banka boring yoki ishonchli bank aloqa markazi orqali kartangiz aktivligini tekshiring. Karta muddati tugagan bo'lsa, yangisini oling. Telefon raqami eskirgan bo'lsa, o'zgartiring. Yangi karta rekvizitini pensiya jamg'armasiga topshirish kerakmi? Albatta so'rang. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiya ishimni tekshirib bering, qayta hisoblashga asos bormi? Stajim to'liq kiritilganmi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? deb aniq savol bering. Agar sizda eski korxona, arxiv, ish haqi yoki staj bo'yicha hujjat bo'lsa, o'zingiz bilan olib boring. 4-qadam. Mahalla va ijtimoiy himoya bo'limida qo'shimcha yordam huquqingizni so'rang. Ayniqsa yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, dori xarajatingiz katta bo'lsa, oilada daromad kam bo'lsa, bu qadamni o'tkazib yubormang. 5-qadam. Har bir muhim masala bo'yicha yozma ariza qoldiring. Ariza raqamini, sanasini, qaysi xodim qabul qilganini yozib qo'ying. Javob muddati o'tsa, murojaatingizni yana eslatish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. Xulosa qilib aytsam, iyul oyida pensioner pulni vaqtida olish va qo'shimcha imkoniyatlardan quruq qolmaslik uchun 5 ta ishni bajarish kerak. Pensiya ma'lumotlarini tekshirtirish, bank kartasini nazorat qilish, qo'shimcha to'lov va yordam huquqini aniqlash, muddati bor hujjatlarni yangilash va barcha murojaatlarni yozma shaklida qoldirish. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Ko'p muammolar katta qonuniy to'siq sababli emas, oddiy e'tiborsizlik sababli paydo bo'ladi. Bitta sana, bitta karta, bitta ariza yoki bitta hujjat butun oyning puliga ta'sir qilishi mumkin. Sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Izohlarda yozing. Sizda pensiya, bank kartasi yoki qo'shimcha yordam bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi hududdansiz? Qanday savolingiz bor? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va pul olish tartiblari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.